Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Abror Muxtor Ali bilan video orqali tortishib turibmiz. Boshqa tema. Hozir sizlarga aytmoqchi bo'lganim, bundan oldingi qo'ygan o'zimni boshimdan o'tgan kechirmalarni qo'yganlarim, shular bo'yicha bir xilga odamlar mana kommentariy yozishyapti. Nimaga yuqori tashkilotlarga chiqib yozib shuni oxiriga yetmagansiz degan savollar bo'lganligi uchun. Endi u shundayki, mana bizda inson huquqlari yaxshi ishlamaydi-da. Inson huquqlari ishonch raqami 1096 bo'lsa, mana har qanday odam 1096 ga telefon qilishlari mumkin. Inson huquqlari bo'yicha-da. Telefon qilsalar, operator shunday oldin so'z aytadi, sud muhokamasiga oid ishga aralashmaydi deb ogohlantirib qo'yadi. Endi qarang, bir inson bilan tortishasizmi, urush bo'lgan bo'lasizmi, bir narsa bo'yicha qanaqadir soliq temasi bo'yichami yoki kreditmi, nima bo'lgan taqdirda ham o'sha tema oxiri sudga chiqadi, sudda qaror topadi. Hech qachon ko'chada hech kim bir-birini zakollashib, misol uchun ko'chani tilida aytganda samosud qilib turib razbor yecholmaydi hech kim. O'sha muhokama boriladi, sudda yechiladi. Endi sudda jabrlangan tomon huquqimni so'rayin deb o'zini huquqi bo'yicha inson huquqlariga murojaat qilsa, sudga u inson huquqlari nimaga aralashish kerak o'zi asli? Inson huquqlarini, insonni huquqini poymol qiladigan tashkilot bitta sud xolos. Boshqa kim bor? Misol uchun milisiya ichki ishlarda olib kirsa, aybi bo'lsa bir kun, ikki kun qiynashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Aybi bu tasdiqlanmasa chiqarib yuboradi. U hech narsa emas, u bir kun, ikki kunligi. Misol uchun prokuratura olib kirib olib, uni ezmaydi unaqa qilib. Aybi bor odam bo'lsa ketin tushadi. Milliy xavfsizlikka ham, SMBga, hozir davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan, unda ham aybi bor odam tushadi. Endi misol uchun milliy xavfsizlikka tushadimi, prokuraturaga tushadimi, ichki ishlarga tushadimi, baribir uni sud ko'radi. Sudning hukmiga asosan u qamaladi. Qamalgandan keyin inson huquqlari bo'yicha ombudsmanga shu murojaatga qarab qanday u sud muhokamasiga aralashmaydi. Shunday inson huquqlari bo'ladimi? Значит, inson huquqlari yo'q-da. Tanzila Norboyeva o'tirib olganlar, turmadan million marta xat boradi, hech kimga javob kelmaydi. Nimaga javob kelmaydi? Endi o'zlari bilishadi. Shu nima uchun shunaqa inson huquqlarini sud muhokamasidagi inson huquqlari bo'yicha kelib sud muhokamasiga inson huquqlari aralasha olmaydi? Misol uchun bir qamalayotgan insonni balkim uni aybi yo'qdir, o'sha huquqini tiklash bo'yicha uni himoya qila olmaydi. Endi yana bir narsani sizlarga aytaman-da, bir inson kredit bilan qamaldimi, qanaqadir qarzdorlik bilan qamalsa, qamalib chiqqandan keyin uni nimasini, o'sha suddagi qo'yilgan qarzdorligini, bizim hali mahkumlar tilida isk deydi uni, suddagi qarzdorligi MIBga o'tkazib qo'yar ekan. Qamalib chiqqandan keyin MIB uni shug'ullanar ekan. Majburiy undirish qilib. Majburiy undirish qilib shug'ullanadigan MIBchilar, eshitib olinglar. Sizlar o'sha insonni sudiga qatnashinglarda yo qarzdorligini tugatib turib keyin qamalsin. Shu qarzdorligiga asosan qamaldi, qamalganligi uchun qarzdorligidan kechildi degan hukm ham chiqarib bersin sud. Ertaga sizlar aytinglar-da, sizlar da'vo qilinglar. Bizga o'tkazib berasan buni. Uni qarzdorligini qanaqa qilib buni to'latamiz bundan? Uni qamab yuborsang 8 yil, 10 yil, 15 yil ketyapti. Necha yildadir qaytib keladi. Bu qarzdorlik bizning bo'ynimizda turadi. Yetim bunga majburiy ijro qilishimiz kerakmi? Majburiy undirib qilishimiz kerakmi? Bu narsalarni sizlar bunday chiqib, undan ko'ra qamamaydi, ozodlikka chiqarmaydi, biz buni ishlatib, nimadir qilib undiramiz bundan. Sizlarning o'shanda haq chiqmaysizlarmi mabodo? Qamalib chiqib bu bechara baribir 50 million, 60 million kredit olgandir, shu kreditga asosan qamalib ketdi.
2 yil 3 yil o'sha holatda o'tab keldi. Vaholanki nimasida buni to'lashga imkoniyati yo'qligidan qamalgan. Endi qamoqdan chiqqan bechorani mibchilar ushlab olib majburiy undirish qiladi. Va puli xo'p, o'sha puli bor deylik, menda bor deylik, o'sha men qarzman deylik, menda bor deylik. O'sha qarzni olib kelib qo'ysam, qamoqda o'tirgan kunimni bir kunini qaytarib bera olasanmi? Qaytarib bera olasizlarmi mana hammalaring? Qaytarib bera olmas ekansizlar, nima uchun qamaysizlar? Mana shu narsalar qiynaydida. Adolatsizlik bu sudda, tergovda juda kuchli. Shuning uchun Abror Muxtorov men unga murojaat qilganimning sababi, sen oldin shu qora kursiga o'tir. Sen ko'r. Ular yonini olishdan oldin sen kimligini bil. Ayda o'tirgan inson o'rnida ko'r. Может, o'sha qora kursida o'tirib 8 yil 10 yilga qamalib chiqqan inson qaytib chiqqandan keyin bu suddan tergovchidan 10 ta sud 10 ta tergovchidan ko'proq bu tadbirkor bo'lib davlatga shunday foyda keltirib berishi mumkin insondir. Shunaqa bo'lganlarini ham ko'zimiz bilan ko'rib, bir sanoq juda ko'p, unaqa sanog'i yo'q. Shu zonada tanishib, chiqib, tadbirkor bo'lib, ular bilan aloqani o'rnatib, ular tadbirkorlik bilan katta soliq to'laydigan bo'lib, davlatga foydasi tegayotgan insonlar juda ko'p. Nimaga o'sha paytda buni bu aqli kattalar o'ylamas ekan, tap qamavarar ekan. Bu qamagan bilan kimga ziyon? Davlatga ziyonda. U yiliga bir nimada Ichki ishlar vazirligidan kelib bittasi gapirib berdi. Yiliga 24 millionmi har bitta mahkumga davlat 24 million pul ajratar ekan. Kiyim-kechak, o'sha yeyish, ichish hamma yotoq to'lovlari bilanda. U sen 8 yil 10 yilga qamayotganing qancha o'zi asli? Misol uchun bitta oddiy narsani ko'taraylik. Bir bola telefon o'g'irlabdi-da, telefon o'g'irlab, uni 200 mingga sotgan. Lekin kameraga tushib bo'lgan bechora. U telefon yo'qotgan, ariza qilib, uni ko'tartirib, kamera topilguncha u Rossiyaga ishlagani ketib bo'lgan, bileti bor ekan. Endi Rossiyaga qidiruv e'lon qilingan, Rossiyadan ushalgan u bola 6 oy ayda o'tirgan, bu yoqdan ikkita xodim borib, uni olib kelgan yo'lkira qilib. Endi u yoqda yeb ichganlari-yu, yo'lkiralari-yu qanchadir 50 necha millionni bo'yniga qo'ygan. O'zi 200 minglik telefonga jinoyat qilyapti bu bechora. Bu davlatga qancha puli ketyapti? 50 million Rossiyaga to'layapti-da, ana ikkita xodim yo'lkira qilib borib kelyaptimi? Biznes klassda samolyotda borib, buni olib kelyaptimi? 50 milliondan o'tib ketyapti-da. Bu bolaga plus hali 200 mingga 50 milliondan o'tgan summani ham qarzdorlik qilib qo'yib, buni 5 yilga qamab beryapti. Endi u 5 yilda misol uchun insonparvarlari tamoyillari qo'llanadi-yu, 4dan biri, 3dan biri deydi. Misol uchun birinchi qamalishida offshore rejimga tushgan bo'lsa 4dan biri 5 yilni hisoblasangiz 1 yil 3 oy, 15 oy. 15 oyda har 1 yilda 24 million qo'shiladigan bo'lsa, 15 oyda yog'i kalonkasi ham bor, 24 million 1 yilga, yarim yilga 12 million, 36 million ag'idan. 200 minglik jinoyat uchun davlat 86 million pulni sarflayapti bitta insonga. Shuni qamab olish kerakmi? Undan bitta ko'chadagi ishga qo'yib, bir 6 oy, 7 oy anjirani chiqarib, ezib ishlatib, o'shani kontrolini qildirib, o'sha pulni to'latkizdirib, davlat mana shunaqa borib kelganiga, olib kelganiga, shunaqalariga pullarni o'ndirgizdirib qamamasdan shuni chora qilsa bo'ladi. Shunga odam ta'sirlanib ketadi-da. Bu men gapirgan gaplari o'tirib chiqqan odamdan boshqa odam tushunishi sal qiyinroq. O'zi aslida ikkinchi sinf bolasi ham tushunadigan qilib gapirib qo'ydim-ku, bir xil odam tushunmasligi mumkin-da. Bizdan noto'g'ri qandaydir tezakishib ketgan so'zlar o'tgan bo'lsa, buni hammadan uzr so'rab qo'yamiz, uzr.